Bu margasovkani suvda eritmaslik ichidagi. Asli qarang, margasovkani kalsiy karbonatni o'zi elektrikashmayapti. Kalsiy karbonat suv bilan ta'sirlashyapti. Kalsiy karbonat suv bilan ta'sirlashgandan so'ng undan chiqadigan asin gazi margasovka, ya'ni kalsiy permanganatni oksidlayapti. Oksidlayapti uni. Asin gazini. Shu vaqtda rangsiz holatga o'tib ketyapti. Ya'ni rangini yo'qotyapti margasovka. Kunduz gugurt bor. Ha, zargarga boshlaydi oling. Hani yongan ko'ryapsan, yonib turibdi aynan. Olib o'chgani yo'q. Bu yerda asin gaz chiqqani uchun mana. Amirjon, mana. Olib o'chgani yo'q. Chunki ichkaridan gaz yonyapti, gaz chiqaryapti, asin gazini. Hozir yoqdik, havo bilan ta'sirlashib yonyapti.